1 minut ichida men sizga ushbu kvartirani prosta sevdirib yuboraman, chunki 78 kvadratlik 472 million so'mga ishonib hech qanday topolmaysiz. Chunki sizga qanaqangi ajoyib kvartiralarni chiqaraman. Sizdan faqatgina bitta obuna bo'lish, akamni sochini to'kilishiga ham sababchi bo'layotgan insonlar bor. Bilasiz, kelasiz kuxnyani o'ziga bitta baho beravering. Ya'ni 3 tabaqali hamma narsasi bor, polni shahar liniyaga tegishli. Kuxnyani o'zi ham ad dushi kombinatsiyada qilingan. Sizga yana zolotoy 2-etaj 9 etaj dom, o'zini parkovkasi ham, maktabi 15, bu Sputnik, bu Navoiy shahar, ikkalasi asosiy kirish qismlaringiz yana shunaqangi chiroyligina pardoz andoz uchun joy, sanuzel dushlari, razdельный, kafel, mafil, eng zo'r detallardan ishlangan. Mehmoningiz kelgan paytda siz bemalolga tortinmasdan shuni olib kelsangiz, mehmonlaringiz Coca-Cola bo'ladi, chunki qanaqangi chiroyligina mehmonxona 6 metrga 340 lam atrofida примерно chiroyligina pardalar, balkon zona, chotki radiatorlar, vid dizayn. Men prosta nima deyishni bilmayman, chunki bu kvartiramizni naqdga savdo, keyin uy egasini primoy nomerdan qo'yaman, чтобы siz asab bo'lib ob'ez qilishni o'ylashni boshlagan bo'lsangiz agar spanjona ko'ramiz, kelin. Ana bu yoqqa kelasiz. Siz baxtli bo'lgan kun ana shu yerda bo'ladi. Chunki shunaqangi chiroyli mehmonxonadan keyin shunday kelsangiz agar mana bu yerda sizni spalnya zonangiz. Baxtli bo'lib bilasizmi? Gazini boshlang, keling. Yangi bo'lib tortinmasdan, bitirmasdan telefon qilaverasiz. Uy egasini primoy nomerini qo'yaman. Bu sizga именно Sputnikni yuragi, harbiy qismni oldi. 15-maktabda oldi. Bu tarafda Sputnik bozori ham, eslagani bog'chalar ham, bir dunyo parkovka zonasi ham zo'r. Sizga yo'lda usti birinchi liniya. Sizga yana nima kerak? Like bosing, keyingi kvartira sizniki bo'lishi mumkin-ku.